Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar va muhtaram ota-onalar. Bugun biz sizlar bilan qurt, shilliq qurt va xon qizi qo'ng'izlarini plastilindan yasashni o'rganamiz. Ishimizni qurtdan boshlaymiz. Buning uchun pushti, sariq va to'q sariq rangli plastilin olamiz. Shu 3 rangli plastilinning har biridan 3 ta bir xil hajmdagi koptokchalar yasaymiz. Pushti rang plastilindan yana bir kattaroq koptokcha yasaymiz. Koptokchalarni bir-biriga biz ko'rsatayotgandek ulaymiz. Va nihoyat qurtning quloqlarini, ko'zlarini va burnini qo'shamiz. Tish tozalagich bilan tabassumni chizamiz. Buni qarang, qurt hozir olmani yeydi.